Uqtum, ha. Ezmangni ezmaya. Vaqtida bir taraf qilinglar. Ha, bo'ldi. Ha, ati ulgasini atiga. Cho'qim ulgatinglar. Eliq mashinami? Avuni o'g'illik ulgasang bo'ldi. To'g'ri. Ha, shunda bo'lsin, ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yo'q, men mehmonga da'vatman. Shunda bo'lsin, ha. Maqamsi. O'tir. Men sizni izlab kelib edim. İşiniz bo'lsa, davrim, qulqum sizda. Men shopir. Asli baldur kelmoqchidim bu yerga. Xafamaysiz, kelamay qoldim endi. Ko'nglingiz amma. Mashinangizni remont qilyapsiz-da? Og'zingizga yo'q bir kallak navat aka. Mashinchilik ishini bilgasiga siz changjang bo'lganda, Gam, mashinangizning narini remont qilmoqchi? Rolni o'tkitay deyapman, rolni. Rolni? Bu bir oddiy ishkan. Zavodimiz cho'ng, kichik o'tiradi degan remontlarni vaqt gul keltiribdi-da. Akilingamiz qo'limizni chingida bir tutib olay. Rahmat aka, sizga rahmat. Dal joyni izlab kelibman deyman, ha. Aqlingiz bor ekan, ukam. Balle. Ayni xotinimdek gilga qildingiz-ku siz. Nima dedingiz? Ha? Aka, xafaman. Men xotinimni davomliq meni siz aqllatgansiz deydi demoqchi. Bizning xotinning deyishcha, men aqlli bo'lg'achqa uni indakka keltirib olganmishman. Mishmi gapmanda. Bo'ldi, ukam, quruq gapni oz qilib, rolni qanday o'tkazmoqchi? Rolnimi? Rolni oldi o'rindiqda yo'kab, keyin o'rindiqqa aytib olay deyapti. Nima? Voy, nima dedingiz? Aka, ajab cho'chib ketdingiz-ku. Rolni keyinga o'tkazib olay deyapman. Mekilaga. Apamay, men sizga bir ko'z qo'ymoqchi. O'tiring aka. Mana siz mening bir boshlig'im qarang. Mayada mening yana bir boshlig'im o'tirmoqchi. To'xtam. Bu siz o'tirib mashinaga o'rin to'sa. Yo'q. Bu o'rin nima buningdan men yana bir boshlig'im berib o'tmoqchi. Anda sizchi? Ikki boshlig'imni chiroyli qaldiq o'tirg'izib, keyin o'tirib, mashinaga ketiraman. Shundami tetisizlik qilgan bormi? Aka, ajab saklarni qo'pab ketdingiz-ku. İştinizni maqilib oldimi ya? Bo'ldi qiling deyman. Odam ikki qo'lni to'rt qilamasa, sizmi kelib meni qo'ldolatgan todingizmi? Aka, xafaman. Men nima gunoh qildim? Menga ishingiz og'irsin. Bir amal qilib, qo'lingizda huquq bor vaqtida shu rolni bir keyniga yetkazing, xafaman. Ukam, men qarang. Siz qanday olabmish g'alit xiyolga kelib qolgansiz deyman. Nima? G'alit xiyol? Qaysi g'alit xiyol deysiz? Men mashinaning rolni orqaga yetkazish xiyolini deyapman. Buni g'alit xiyol deydi ekanda. Va mataga rol yetkazib yuribdiman achadi yoqqa. Aka, siz bu g'alit xiyol demsiz buni? Kam, bu g'alit xiyol bu. Tushundim. Shu g'alit xiyolni men mishlaq bir yetkazib oldiga aytib olay deyapman aqaga. Uningdan keyinchi. Aningdan keyin baqqa qarang. Aka, siz uqmaysiz. Sizmi qiziq savollar so'rayotgansiz? Mening idoraning boshlig'im ishga qarang. Mashin bir dana. Birisi bu yerda o'tirib olsa, men bu yerda o'tirib aydisam, yana birisi aqida o'tirib qoldi emasmi? Qiziq gap qildi ekansiz, ukam. Undan bo'lsa nima bo'pti? Unda qo'sh bo'lmaydi, ikkisining darsi tang tursa, shu ikkisi chiroyli qoldirib o'tirish kerak-da. Astag'firullah. Ukam to'xtab turma. Bu sizlarning boshliq mashinaga boshliqmi yoki idoraga boshliqmi? Men mufqami dem aka. Idoraning ishiga pulni ching siqvog'ini bilan mashinaga bakarak hashlaydi. Mashina ish emas, to'y to'kin nazirchiroq ishlayotgan qaraganda mashinaning boshlig'imga deyman. Andaqda her ikkisi aq o'rindiqda o'tirsin. Yo'q. Aka, bu gapni bizning boshliq anglaqamisa. Ikkisi aqda o'tirib olsa, sirtkilar bizni ko'mak qilamkin deb ansirab shuning o'rindiqda olishida bu ikkisi. Tushundim, ukam. Siz haqiqatan bir test kunni qopsiz, juma.
Shundaq aka. Siz uqmaysiz. Men hozir xuddi chiqishamagan aqotin oldida xo'rliq qilgan yetim bolaga o'xshab qoldim. Kichik vaqtimda opamning bag'rini bakrak tishlayotganmikin tang. Jinim aka, biz dunyoda eng tez ish nima demamsiz? Biz ikki boshliqqa bir masha haydashga qara. Ikki boshliqqa bir masha haydagicha yut qo'yib eshak arasida qir tutsam-chi. Ko'nglingizni buzma ukam. Bu ishmi o'tib ketar, ko'nglingizni buzma. Mening ko'nglim buzilmay, kimning buzilsin, jinim aka. Bir boshliq chiqib oldida o'tirib olsa, yana bir boshliqning chiroyi tatirib ketib qolgan. U chiqib ketganda bu boshliq chiqib oldiga o'tirib, bu ishga siz oldiga jab o'tiribdi, ha? Sen uchun mashinaning ishini qo'yqapni og'ziga yo'q ichib qo'yguncha, meni saqlab tursang bo'lmamda, ha? deb da'vat qilgan. U chiqib bu chiqqan chaqda bu qaysi oldiga o'tirib olgan pom-pom, ha? Sen uchun unikini ikki qo'llab ko'tiravermay. Umi pensiyaga chiqish az qoldi. Keligini o'ylab qo'y deb adamga ayb qo'yatgan qiran. Astagfirullah. Mushu dunyoda ajoyib bir boshliqli bodanga afkam. Amal yo'q. Jinim aka, mana mushundaq boshliqlarga ravr cho'ng bir remont zavodi bo'lgan deb o'ylab ketaman men. Jinim ukam, sizning mush qiyinchiligingizga mening mo hissdoshlik qilishdan boshqa amalim yo'q. Andaq demang jinim aka, sizning qo'lingizdan keladi bu ishlar. Bu gap so'z bilan bunchga kelmay qarmandiga. Ha? Nimani? Azosima. Undaq qilmang. Bu o'zimning ishi. Undaq qilmang deyman, ukam. Bo'lmaydi. Tushundim. Ama onu yanlış qilasiz. Voy, undaq qilsak bo'lmaydi. Bo'lmamda, ha, sen yanlış qilasiz. La, undaq qilmang deyman. Unda keyin yanlış qilasiz. Bo'lmamda aka. Ya. Nima degan tortinchoq yanchiqlar bu? Aka, ish yanchiq qilsak deydi. Bo'ldi qiling deyman. Ukam, va remont qilish bizning vazifamiz. Bizga menda konvert lozim emas. Tushundingizmi? Kalpakizdan aka. Ha, shundoq. Ya, tutya odamlarning birisikansiz-ku. Akilingga ash muborak qilingiz yana bir tutib olay. Rahmat aka, bir quchoqlab shu yo'lga chiqib aka. Voy, ukam. Yo, Changchang aka. Uzun yillar o'tgan bunda Pakiston qo'lni ko'migini. Ukam, qo'limni ming tutqiningiz bilan bu maslangizni men hal qilolmayman. Xafaman, ukam, xafaman. Aka? Pichoqingiz kesamdi, kesmamdi? Ukam, pichoq keskechgan hajvozda o'tirib boshqa qo'ygandim men. Ha? Tet kesamdi, kart kesamdi. Kart kesida qanday? Ya hech qanday emas. Meni demoqchi bo'lganim mana bo'ldi ekan-ku. Sizga ayliqqa g'alita o'tkash dedingizmi? Shuni kartni qildilar. Biz turlarni kirgizsangiz shart deb tushuntir emasmi? Ukam, menga o'xshash dadva shopirlar jiq bazdiringiz ichida buningdiki. Ukam, tushunyapsiz? Bizning ma zavodda rolni oqiga o'tkash degan tur yo'q. Tushunyapsiz gapimni? Ha? Qilamamsiz? Qilamayman. Isi, og'zim, isi. Gizli jurnallarda illalarni ko'ribdiga qoltishgan debdimi? Olim mishodan aka. Degan nima qildigan zavodlar chiqib qolar. Shu vaqt ko'z qo'ymaydigan bo'lsam. Xo'shamsa? Qanday bish? Changchang aka. Ha? Bir muncha koldirlatganingizga rahmat. Nima?